uning oti bilan. Barchaga salomlar. Men Fahima Sulton. Eskilarga yo'lchilik bu yolg'iz tarix bilan mumkindir. Bugungi asarimizning oti Barkoyi az tarixi O'zbekona Afg'oniston. Bosim navbati birinchi bosim 2007-yil va ikkinchi bosim 2009-yil. Mazor Sharif Ulug'bek bosmaxonasi. Aytib o'tganimizdek, muhim mavzular bo'lganligi va vaqtni qisqartirish uchun kitobni necha bo'limga qo'lga olamiz. Unda kitobdan 3-kesit. Turklarning boshqa qavmlar bilan qo'shilishi, ayrim guruhlarning tili o'zgarishi va ayrim qavmlarning turk negizi yo ko'ki. Turklarning etnik shakllanish va o'zgarishlari oqimida eng diqqat tortgan nuqta bu tarix bo'yicha ayrim guruhlarining til va kultur o'laroq o'zgarishidir. Etnik shakllanishlari va tarix bo'yicha harakat va ko'chlari ayrim to'plamlar, o'rnak so'qtlar, xorazmlar, tojiklar, mo'g'ullar, arablar, baluchlar va boshqalarni til boqimidan turklashganlariga sabab bo'lgan. Ayrim turk guruhlari ham bu o'zgarishlar bilan qarshi-qarshiga qolgan va hatto turk bo'lmagan xalq ichida yerib ketganlar. O'rnak uchun heftolitlar yo yaftalitlar Hindistonda o'rtadan ketganlar. Panjobliklar ichida yerib, ba'zilar Rojputlarning manshaini yaftalitlar deb biladilar. Hatto ayrim tarixiy manbalardan belliki, Changizliklar ayrim turklarni mo'g'ullashtirganlar. Turkolog Bortolut Jahonnomadan shunday o'rnak beradi. Turklardan bir qavm Halajdan Zoblustonga keldilar va G'aznay sahrolariga yerlashdilar. Juld yo terilarining rangi o'zgardi, tillari o'zgardi va laqablari ham boshqacha bo'ldi. Biliyu o'z asari Nijodhoyi Afg'onistonda Halaj yo G'aljiylar haqida shunday degan. Bibi Motusho Husaynga boshqa avlodlar ham tug'ib bergan. Turon, Tular, Buron va Pular. Turon Tuhi va Hutak bo'lib ikkiga bo'lingan. Buron esa Andar va Taraki bo'lgan. Bu otlarning barchasi turkiy negizlidir. 8-yüzyıl boshlaridagi arablar Mog'orol nahriga hukumat qilar edi. Ayrim qabilalar Xilic yo Xilici deb otlantirganlar. Ular o'z mintaqalaridan ko'chib, G'orning tog'lariga yerlashganlar. Ustodimiz Muhammad Halim Yoqin izohiga ko'ra, Xilic yo qilich shamshir ma'nosida bo'lib, Xilici ham shamshirzan anglamini beradi. Biliyu Xilichilarning manshayini aniq emas degan, balki-da ular turk bo'lib, Subukdagin paytida keltirilgan bo'lsa deb taxmin qilgan. Yana ular tegaradagi boshqa turklarga o'xshash edilar. Ya'ni turklardan bayotlar G'azni va Herotda, Qarluq yo Qarluq, Chung va Balx mo'g'ullari, Chag'atoy turklari, Mangul, Mangal, Joji, Jadaron, Xitoy, Pyuro va Karam daryosining atrofida Changiz va Timur davrida kelgan va yerlashganlar. Jadrondan tashqari bu qavmlar butunlay o'zgargan. Siyosiy masalalar tashqarisi Xilichilar o'zlarini uzoq tutganlar. Lovik 365 yil islomdan oldin G'aznida hukm surgan. Buyuk ehtimol Halaj turklaridandir. Chunki laqablarida Xon, Xoqon kabi turk sultonlariga ishlatilgan so'zlar mavjud. Luy aslida turkcha bir so'z bo'lib, ma'nosi nahangdir. Turk til bilgisiga ko'ra Luyik bo'lishi mumkin. Henry aytadi, Kobul Pishovur yo'li va Kobul daryosining shamoliy qismi, Sping'ar tog'larining sharqi afg'onlar kelmasdan turklar o'ltirgan mintaqalardan edi va mintaqa otlarini unga o'rnak beradi. Yana Timurlilar, Boburiylar davrida va undan oldin Kobul, Herot, G'azni, Parvon, Kopiso mintaqalarida bor bo'lgan turklar yerli xalq ta'siriga ketib, ona tillarini unutganlar. Yo pashtuncha, yo daricha o'rganganlar. Ta'assubchi hokimlardan amon qolgan yolg'izgina mintaqalar oti qolgan xolos. O'rnak uchun Istarg'ich, Alasoy, Tutumdarra, Qarabog', Takov asl turkcha so'z bo'lib, hosil va samar ma'no beradi. Keyinroq o'zgarib Tagov yo Takob bo'lgan. Chag'atu, Boboqo'chqor, Ulang, Shebartu, Arg'andob, To'lak, Gurbuz, Mangal, Jigdalik, Solang, Besut, Chavka Arg'and, Oba, Obatu, Tivara, Arpotu, Do'lana, Jo'rg'otu.
G'aljiylar, G'aznalilar, Bobur shoh va bolalarining paytida yo oldin Hindistonga borgan turklar ham o'zliklarini, tillarini yo'qotganlar. Burns Kobul degan asarida Kohiston, ya'ni Kopisonning yerli turk xalqi Timur zamonidandir deyadi. Ular aralash turkcha so'zlab mintaqalarida ikki qishloq To'g'berdi va To'g'bug'a oti bor. Maysun ham uning so'zini to'yid qiladiki, turklar Kohistonda yashaydilar. Ayrim bilim insonlari Hazoralarini yuz tuzilishi, tillaridagi turkcha so'zlarning borligi, urf-u odatlarining o'xshashligi sabab turk-mo'g'ul va ayrimlari esa turk-tojik aralash deb fikr bildirganlar. Biroq har holgada turklik asosiy ansurdir. Turkmanlar, bayotlar, xalajlarning etnik tarkibida borligi ham yana bitta iddaodir. Husaynali Yazdoniy Pujuhesh dar Tarixi Hazoraho asarida Hazoralarning turkmanlar va o'zbeklar bilan bobolari bir deb aytadi. Ayni narsani Noma-i Turoniyoni Bositon yozuvchisi ham to'yid qilgan. Rossiya inqilobidan keyin o'zbeklar, turkmanlar, qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar, totorlar, tojiklar va boshqalar Afg'onistonga muhojir bo'lganlar. Bular umuman Janubiy Turkiston to'proqlari, Kobul va Helmand Chaqonsuriga jabriy shaklda yerlashtirilganlar. Bu guruhning kelishi bilan Afg'oniston farhangiy va ekonomiy sohada o'zallik bilan tijorat, hunar, adabiyot, qo'l san'ati va ziroatga yaxshigina kelishdi. Bunoriyoning yozishicha, qoraqalpoqlar Afg'on Turkistonida bir qancha mahallada yashaydilar, ki shivalari o'zbekcha va turkmanchadan farqlidir. Qancha yil oldin 2000 qoraqalpoq oilasi vaqt hukumati tomonidan Jalolobodga ko'chirilgan edi. Ayni shaklda tarixiy voqealarga bog'liq bo'lib, Uyg'urlar ham Sharqiy Turkiston yo Uyg'uristondan Badaxshon va Xon yo'li bilan Afg'onistonga o'tib kelganlar. Ular ko'proq Badaxshon, Taxor, Qunduz va Kobulda hayot kechiradilar. Hozircha Afg'oniston turklari umuman shamoliy qismlarda yashamoqdalar. Turkmanlar Omu daryo qirg'oqlaridan, Taxordan Qunduz, Balx, Javzijondan Bodg'isgacha va Herotgacha eng eski chog'lardan beri yashab kelganlar. Ular ko'proq qolin to'qish, moldorlik, ekin-tekin va tijorat bilan masruflar. Herotda ham to eskidan ko'zga ko'rinar darajada turkmanlarimiz hayot kechirmoqdalar. Ayrim mintaqalarda, o'rnak uchun Zindajonda turklar o'z turkiy lahjalarini asrab qolganlar. Herotning Oba va Karaxulus vorligining qishloqlarida ham o'zbeklar yashamoqda. Ayrim afshor turklari Kobul va Herotda hayot kechiradilar. Ba'zilarining arasida o'z ona tillari hali ham saqlangan. Anxoy va Shibirg'on afshorlari o'zbeklashib ketganlar. Qizilboshlarning turk ekaniga bilim insonlari muvofiqlar. Ularni tashkil etgan qabilalar ilk boshda 7 ekan, keyinchalik bu son 32 ga chiqqan. Bu ittihodiyaning oti ham Ozarbayjon turkchasidan olingan. 16-yüzyilda ularning birlashishi ham Iron Safaviya davlatida o'rin va maqom egallash uchun amalga oshgan. Undan burun ularning barchasi o'z oti bilan bilinar, davlatiy va nizomiy bo'lmagan faoliyatlarda ko'rinar edilar. Shindin aytishicha, milodiy 1500 dan 17-yüzyilgacha 32 Qizilbosh qabilasi davlatiy va nizomiy postlarga ega edi. Qizilboshlardagi muhim qabilalar Shomlu, Qojor, Afshor, Inolu, Takalu, Bayot va Xalajdir. Alfanistonga ko'ra, ular ilk bor 12,000 nafar bo'lib, Nodir Afshor tomonidan Kobul Chandonapal mintaqasida yerlashtirilgan. Ular boshda turkcha so'zlagan. To Amir Abibullohxon vafotigacha davlat idoralarida munshi va mirzo sifatida ish qilganlar. Bugun ularning tili butunlay forscha bo'lib ketgan. Vigini ham to'yid qilgan holda shunday deydi. Amir Do'stmuhammadxon pashtunlar bilan so'zlashganda pashtuncha qilar, biroq Kobul qizilboshlari va Turkiston namoyandalari bilan so'zlashganda turkiy gaplashar edi. Hozircha qizilboshlar ko'proq Kobul, Herot, Mazor-i Sharif, Kandahor, Saripul, Javzijon, G'aznida hayot kechirmoqdalar. Aymoq turklarining ancha ko'p soni Forsi dari tilda gaplashadilar. Afg'onistonning markazi, shamol-g'arbi va tog'lik mintaqalarida yashaydilar. Ziroat va chorvachilik bilan shug'ullanadilar. Svitanlik Gunoriyoring yozadi.
turklar chahor aymoqlar va hazoralarning urf odatlarida juda oz farq kuzatiladi. Billiyu aytadiki, aymoqlar bir qancha so'z tashqarisida o'z ona tillarini yo'qotganlar. Forschalari ham 13-asr forschasiga o'xshaydi va mazhablari shiyadir. Bilim insoni Makmun yozgan asarida aytadiki, aymoqlar va hazoralar turkiy so'zlashar edi. Billiyu ularni totor deb eslatadi. Saripul va Darzobda Hulqoniylar otiga bir kesim yashaydi. Ayrimlari o'zbekcha va ba'zilari o'zbekcha va forscha aralash gapiradilar. Doktor Vohidiyga ko'ra, Ulqoniy o'sha shakl o'zgargan elxoniydir va ular aslan turk ko'kanli bo'lganlar. Afg'oniston turklari mazhab o'laroq sunniy bo'lib, yolg'izgina afshorlar va qizilboshlar shiyadir. Turklar boshqa qavmlarga qiyosan eng ko'p tojiklar bilan bog' qurganlar. Urushlar sababi Janubiy Turkiston turklari ham hijrat qilganlar. Qozoqlar umuman Qozog'iston va Turkiyaga ketganlar. O'zbeklar va turkmanlardan ancha ko'p inson Turkiya, Pokiston, Iron, Arabiston va Osiyoning boshqa jamhuriyatlariga, Yevropa va Amerikaga yerlashganlar. Janubiy Turkiston xalqining muhojirati eskidan ham gerchaklashgan. Buning asosiy sababi siyosiy zo'ravonlik, bosim va o'zallik bilan davlatning projalashtirgan pashtunlashtirish uchun ko'chi va noqilinlarni yerli xalq joylariga yerlashtirishdir. Buning uchun 3 mo'tabar va ishonchli qaynoqdan o'rnaklar. Birinchi, ingliz tadqiqotchi Jonatan Sherali zamonidan uning yuborgan volisi Alamxon soliq va moliyotlarni Turkiston xalqiga shuncha ko'p og'irlashtirdiki, 12 ming oila Omu daryodan u yoqqa muhojir bo'lishga majbur bo'ldi. Alamxon chegarani, ya'ni marzni bog'lab, askarlar bilan kemalarning o'tishiga to'siq bo'ldi. Ikkinchi, Amir Abdurrahmon Xon paytidagi voqeani G'ubor shunday yozadi. Bosim shunchalar ko'p ediki, shamol viloyatlari, ya'ni Janubiy Turkistondan xalq Rossiya hokimiyati va g'arbdan Erongacha qochdilar. Mavzu bilan aloqali Siddiq Farhang Do'st Muhammadxon haqida yozadi. Davlatning oidlari, mintaqadagi suv va qaysi etnik guruhi yashaydi degan faktorlar bilan farq qilar edi. Bir pashtun vazifasini qurol bilan xalq qarshisiga ijro etgani uchun soliq to'lashdan qo'l tortar edi. Biroq aymoqlar, tojiklar va boshqa millatlar 2 barobar moliyot bilan qurtilsalar, o'zlarini shonsli his etar edilar. Pashtun yo afg'onlar muof ekan. Ular to'lash bilan mukallaf edilar. Uchinchisi, Gunor Yoring hukumat qaror oldiki, soriq, ya'ni turkmanlarni chegaradan uzoqlashtirsa, chunki ikki chegara arasida urushlar bo'lar edi. Shu sababdan afg'onlar turkmanlarni Qalayevali va Qarovulxonada yashaydiganlarini Chorshanba va Janubiy tappalarga, ki idorani oson qilar edi, ko'chirdi. Ularning o'rniga pashtunlarni keltirib yerlashtirdi. Aytadilarki, bu ko'chirish zo'r va bosim bilan bo'lgan. Ko'pi soriq turkmanlari qarshi chegarada bo'lgan Panjrega o'tishga majbur bo'ldi. 100 oiladan yolg'izgina 30 tasi Afg'onistonda qoldi. So'ngiroq aytib o'tish kerakki, katta va kichik tarixiy, siyosiy, ekonomiy va farhangiy voqealarda o'zallik bilan O'rta Osiyo yo Buyuk Turkiston, Afg'oniston, Iron, Hindiston, Chin, Rossiya, Sharqiy Yevropa, Balkonlar, Turkiya, Misr, Iroq, Shomot va Yaqin Sharqda turklarning o'rni va etkisi, ya'ni ta'siri muhim va unumli bo'lgan. Afg'oniston turklari Badaxshon, Taxor, Qunduz, Bag'lon, Samangon, Balx, Jozijon, Saripul, Foryob, Bodg'is, Herot va Kobulda yashab kelmoqdalar. Shu tartib ular Helmand, Qandahor, Chorai G'orband, Ningarhor, Bagrom, Panjshir, Parvon, Kopiso, Bomyonda ba'zi mintaqalarda ham borliklari ko'zga tegadi. Bu kunlik bizdan shuncha, yaxshi qoling.